Assalomu alaykum, Islom Do'st kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa mana bugun ustonamizda yangi zakaslarimiz o'zining egasi uyga ketyapti. Hop, ularni endi hozir yuklab qo'yganmiz. Sizlarga mana shu yuklanish jarayonidan boshlab obzor qilish o'zim muvaffaq ko'rdim. Mana Xudo xolasa vagonlarimizni yuklab tayyor qilib qo'ydik. Hop, buni endi borgandan keyin o'rnatilish jarayonlarini ham obzor qilib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Bu yoqda labolarimizni yuklab, asboqlarimizni tayyor qilib, chotki qilib qo'ydik. Mana Xudo xolasa endi o'rnatgani borganimizdan keyin obzorini qilib YouTube'ga joylaymiz. Like bilan pastga bosib qo'yasizlar. Mana ketdik bo'lmasa. Islom Do'st. Assalomu alaykum, Islom Do'st kanalimiz obunachilari. Mana Xudo xolasa boyagi o'rnatilish jarayonida eshiklarimizni olib kelib o'rnatdik. Yuklanayotgan jarayonlarni sizlarga obzor qildik. Xudo xolasa olib kelib o'rnatib qo'ydik. Mana o'rnatilgan jarayonlarni ko'rib turishingiz mumkin. Esaklarimizni qilib, qalin qilib qildik. Egasi yoqqan tanlagan fasollarda qildik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Islom Do'stga aloqaga chiqsanglar, bu yoqni o'zingizlar tanlagan, xohlagan fasollarda, xohlagan ranglarda qilib tayyorlab beramiz.